Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Şərqiy Türkistan Awazining kündilik xəbərlərini görüşüngizdən qarşı alamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay hökumətinin Şərqiy Türkistandakı siyasi bastırış hərəkətlərini Amerika başçılığındakı bir qism dövlətlər irqi qırğınçılıq deyə tənqidləb atqanda, atalmış Uyğur Avtonom rayonuq hökumətinin yuqori qatlamındakı əməldarlarını almashtırış hadisəsi alohida diqqət qozğamaqda. Tağrıtaq doğruning 8 iyundagi xabarda atalmış Uyğur Avtonom rayonuq hökumətinin Zhao Chungjiu və Zhang Chunlin ismli ikki muavin raisi istifa bergan. Atalmış Uyğur Avtonom rayonuq xalq qurultayı bolsa, ularning istifanomasini qabul qilgan. Atalmış Şinjan gazetining 7 iyundagi xabarda aytilishicha, Zhejiang өлkəsinin muavin өлkə başlığı, qo'shimcha Winju şəhərlik partikomining sekretari Qin Weijun shu kuni Uyğur Avtonom rayonuq hökumətinin muavin raisi bo'lib tayinlangan. Sina xabarlarining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Qin Weijun izchil siyosiy sapasi yuqori, to'tni to'nish qarshi yuqori, bayrog'i ro'shan. Zo'r siyosiy masalalarda Xi Jinping va partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlaydi degandek xizmat bahosiga erishib kelgan. Xabarda aytilishicha, navbatda atalmış Uyğur Avtonom rayonida bir bosh rais, 11 muavin rais bor ekan. Bu 11 kishining 7 nafari Xitoy ekan. Xitoy Kompartiyasi o'zlarining Sherqiy Türkistandagi hukmronlik qurilmasini har qachon o'zlarining manfaati va foydasi uchun tanshab, bu xildagi əməldar almashtirishining keynida Xitoy Kompartiyasi har qachon tashqi dunyodan sir tutgan nurg'un suiqasdlarni planlab kelgan. 8 iyun seshanba kuni Amerika va Yevropadagi nurg'un davlatlar birla vaqtda Amerika Federatsiya tekshirish idorasi boshchiligidagi tariхдagi eng chong yuqori texnikalik maxfiy harakatining oxirgi bosqichiga kelganligini, yer shari miqyosida mos qadamda hujum qilib 800 dan ortiq jinoyat komandorini qo'lga olganligini e'lon qildi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi boshchiligidagi Teroya ot qalqin harakati Yevropa, Avstraliya va Yangi Zelandiyadagi 10 necha davlatni maxfiylashtirish yumshoq detal orqali dunyoning har qaysi joylaridagi jinoyat shaykallarga singib kirgan bo'lib, oldingi haftada 16 davlat birla vaqtda hujum qilish orqali 800 dan ortiq jinoyat komandorini qo'lga olgan. 32 tonna kokain, nasha, metafetamin va boshqa zaharli chekimliklarni, 256 dona miltiq, 55 hashamatlik mashina va 148 million dollar naqd pulni qo'lga tushirgan. Hamda har qaysi davlat hukumatlari bu maxfiy harakatni e'lon qilib dunyoni hayron qoldirgan. Teroya ot qalqin harakati 1 yil ilgari barliqqa kelgan bo'lib, ayni vaqtda doim ishlatiladigan maxfiylashtirilgan ikki aloqa supisi pochaqlab o'tilgandan keyin dunyodagi jinoyatchilar to'pi yangi bexatar aloqa qo'ronlarini tepishga majbur bo'lganda, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi bu fursatdan foydalanib, anom deb atiladigan maxfiylashtirish yumshoq detalini yasab, uni qari bozorga sag'an. Maxfiylashtirish iqtidori yaxshi bo'lg'achqa, bu yumshoq detal nihoyat tezla dunyoning har qaysi joylaridagi jinoyat shakllari orasida olqishga erishgan. Shunda qilib bu yumshoq detal saplangan jami 1 million 200 ming uskuna dunyodagi 100 dan ortiq davlatda tarqatilib qo'llanishga boshlagan bo'lib, Avstraliya, Ispaniya, Germaniya, Gollandiya va boshqa davlatlardagi qora guruhlarning eng ko'p ishlatadigan uskunasiga aylangan. Ammo bu jinoyat shakllari o'zlarining odatdagi aloqa uchurlarining bu yumshoq detal orqali soqchiga yetkazilib berilganligini bilmagan. Teroya ot qalqin harakati dunyodagi eng chong singib kirish harakatining biri bo'lib, komandorlarni qo'lga olish va zaharli chekimlikni qo'lga tushirishdan boshqa yana 150 dan ortiq boshqa delolarga qo'llanilgan. Azərbaycan Milliy Məclisi Türkiye bilan Azərbaycan o'rtasida tuzilgan kəsپىي ma'rif sohasi bo'yicha hamkorlik kelishimini tasdiqladi. 2021 yili 19 fevralda o'tkazilgan Türkiye Ezerbeyjanda 9 navbatlik birlashma iqtisod komiteti yig'inida ikki davlatning ma'rif ministrlari imzolagan kelishimga asosan Azerbayjanda Türkiye Cumhuriyeti Ma'rif Ministerligining qo'llashi bilan ikki kەsپىي maktab qurilmoqchi ekan. Kەsپىي maktablarning imoratlari, aslahalari va boshqa materiallari Azerbayjon tarafga tava bo'lib, kەsپىي maktablarning sinf, o'quvchi, sex va tajribaxonalarining soni, darslik, o'qitish materiallari, haftalik dars jadvali, o'quvchi qabul qilish o'lchami qatorliq tafsilotlari Turkiyaning kەsپىي ma'rif tajribasini asos qilgan holda taraflarning o'zaro kelishish orqali bekitilib, maktabni bitirgan o'quvchilarga ham Turkiya ham Azerbayjon diplomi berildi ekan. Har ikki tarafdan tayinlangan o'qituvchi xizmatchilarga o'z davlati tarafidan maosh berildi ekan. Hindistonda dezinfeksiya dorisi ishlab chiqarilgan zavod yuz bergan o't ofatida oz deganda 15 odam qazo qilib, 10 kishi yaralangan. Maharashtra өлкәсенә qarashli Poni shahridagi dezinfeksiya dorisini ishlab chiqarilgan zavod yuz bergan o't ofati ximiyalik moddalarga o't tutishib ketishi bilan teng qisqa vaqt ichida atrofga kengaygan. Naq maydonga avatilgan ko'p sonda o't o'chirish otryadlari uda bir qancha soat o't o'chirish natijasida o't ofati kontrol ostiga ilingan. Aloqador tarmoqlar o't ofatida qazo qilganlarning ko'pinchisining is-tutakdan zaharlanib o'lganligini uqtirgan.
ko'z og'riqligini ig'irlashtirib etadigan ahvollar bo'lsa, uyqu yetarlik bo'lmaslik. Uyqungiz yetarlik bo'lmaganda ko'zingizning og'riganligini his qilasiz. Chunki uxlaganda ko'z uzun vaqt dam ola oladi hamda o'ziga uzuqlik to'liqlaydi. Ko'z og'riqi davomlashganda ishish, yuqumlanish paydo qiladi. Agar yoshurin ko'zoynak taqaganda og'riq texmi ko'rinarli bo'ladi. Beriladigan taklif, agar kompyuterda uzoq vaqt xizmat qilishga to'g'ri kelsa, qonuniyatlik dam olish yoki ozroq dam olish kerak. Ilmon sug'ichilangan lungi bilan ko'zga issiqlik o'tkazish. Navoda ko'zning qurg'oqlashganligi, charchaganligini his qilganda xizmatni to'xtatib ozroq dam olish yoki ko'zini ozroq yumib olish kerak. Ikkinchi, yoshurin ko'zoynakni nomuvofiq ishlatish. Yoshurin ko'zoynakka nisbatan bo'libmi kompyuter yoki boshqa raqamli uskunalarni doim ishlatadiganlar yoshurin ko'zoynakni cho'qim to'g'ri selishi, pokiz tutish kerak. Beriladigan taklif, ko'zni havolantirib ramkalik ko'zoynak taqash. Gerçi yoshurin ko'zoynakni uzun vaqt taqsa bo'ladi deb tanlansimi, lekin taqab uxlashdan saqlanish kerak. Yaxshisi tozalash suyuqlik ishlatish. Agar yoshurin ko'zoynak taqaganda ko'z qizdirish, aniq ko'rolmaslik, yosh eqish, yo'ruqlikdan qo'rqish yoki og'rish, ishish va yoki ajralma modda chiqish ahvoli ko'rilsa, yoshurin ko'zoynakni taqamay darhol doktorga ko'rinish kerak. 3. Uzoq vaqt tikilib qarash. Uzoq vaqt yonfunuq qaraganda narsalar g'ova ko'rinish, ko'z qurg'oqlashish, ko'ngli ilishib boshqa ish qatorliq ahvollarni keltirib chiqaradi. Ko'z kasalliklari doktori monolarni eskartadi. Odatda ambulatoriyada o'qish yoshidagi bolalarning uzoq vaqt yon telefon, kompyuter qatorliq elektronlik uskunalarni borgan sari ko'p o'ynaganligidan ko'rish quvvati tuvanlash, ko'z og'rish, ko'z qurg'oqlash qatorliq bearomlik bilan doktorga ko'rinadigan ahvolni uchratqili bo'ladi. Beriladigan taklif, ota-onalar bolalarning elektronlik uskunalarni uzoq vaqt o'ynashini kontrol qilishi, 20 minutda bir ko'zni dam oldirish kerak. 4. Kechada televizor, kitob ko'rish. Qorong'uda har qanday ekranga qarash ko'zga ziyonliq. Bu yon telefon, elektronlik kitob, televizor va kompyuter qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ekran yorug'ligining o'zliksiz o'zgarishi ko'zni o'zliksiz ko'nishga tangshaydi. Uzoq vaqt qaraganda ko'z charchab, og'rib, qo'rqoqlashib, qizirib, hatto fiziologiyalik vaqtni qalaymaqonlashtirib etadi. Beriladigan taklif, uxlashdan burun bir nima ko'rganda chiroqni yondirish kerak. 5. Ko'z dorisi suyuqligini ziyoda ishiltish. 90% ko'z dorisi suyuqligining tarkibida chirishdan saqlovchi dori bo'ladi. Bu moddalar ko'zga ziyonliq. Beriladigan taklif, og'riqlikni pasaytiradigan ko'z dorisi suyuqligini cho'qim doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishiltish kerak. Ko'z qurg'oqlash kasali giribtor bo'lgan bemorlar chirishdan saqlovchi dori qo'shilmagan sun'iy yosh suyuqligini tanlash kerak. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.